haqiqiy olimda tepilish zarur bo'lgan 3-sifat bo'lsa, haqda shijoatlik bo'lish. Qo'rqinchoqlik, tuq yuraklik, haqni bayon qilmay jim turib oladigan olim bo'lsa, balki o'zining mush salbiy sifatini oqlaydigan mana bu kishilar bo'lsa, haqiqiy oxirat uchun yashaydigan olimlar emas. Oxirat uchun yashaydigan olimlar haqni bayon qilishda har qanday bir insondan ayminmaydi. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda haqiqiy olimlar Allohdan aymindu degan. Ya'ni Allohdan ayminish bo'lsa, haqiqiy olimlarning birdan bir sifati. Bu haqda Imom Malik, ya'ni Maliki mazhabining peshvosi bo'lgan Imom Malik shunday deydi. Imom Malik radhiyallohu anhu o'zining beshidan o'tgan voqealikni bayon qilib, ana bu voqealik mushu Abbosiya xalifaligininki qonxo'r jallod xalifasi deb atalgan xalifa Mansurninki zamonasida yuz bergan ish. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu deydi, bir kunisi xalifa Mansur meni va Ibn Tavusni chaqatibdi deydi. Endi bu Ibn Tavus degan bo'lsa, shu zamondagi eng katta olimlarning biri. Shuning bilan biz u Mansurning ordusiga kirdik deydi. Kirsak, u Mansur o'zininki xalifalik o'rinda o'ltiribdi. Oldi bo'lsa bir teri sep qo'yilgan deydi. Endi bu podshoh odam o'ltirmoqchi bo'lsa, ordusi o'ltirgan joyi qonga bo'yilib ketmasin deb odam o'ltirish niyati bo'lsa, shunda bir terini sep qo'ydi ekanda, shuni ustida odamlarni jazolab qildianga. Shu terining ustida odamlarni o'ltirib qilish uchun shu terini sep qo'ydi ekanda. Shundan kirsak, shu odam o'ltirildigan teri silingan deydi. Atrofida bo'lsa kalla kesar jallodlar qadashlarini faqirtib turadi deydi. Shuning bilan biz bu Mansurni qisha kirsak, bizga o'ltiringlar deb ishorat qildi deydi. Shundan ikkimiz o'ltirdik. Xalifa Mansur birdam turib o'tgandan keyin beshin ko'tarib Tavus degan olimga qarab, "Sen menga dadangdan hadis bayon qilib dedi" deydi. Ana biz dedik, bu Tavus bo'lsa, mush tabiindan bo'lib, tabiinlarning ichidagi eng katta olim hamdi. Shuningga bu olimga bu zolim Mansur nim dedi. "Sen dadangdan anglagan hadislarni men bayon qilib debdi." Shuni Tavus hadis bayon qilib shunda dedi. "Men dadamdan angladim. Dadam payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan anglabdi ekan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam munda debdi ekan: Inna ashaddan nasi azaban yawmal qiyamah rajulun ashrakahu Allahu fi hukmihi fa adkhala alayhi al-jawr fi adlihi." Rasul akram sallallohu alayhi vasallam shunda deydi: "Qiyomat kunsi eng qattiq azoblanadigan odam bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo uni hukmdor qilgan odam deydi. Ya'ni Alloh xalif qilgan odam. Alloh uni xalif qilsa, u shu Allohning bergan huquqiga, Allohning adl adolatini yurgizmay, zulmni qo'shib qo'ygan odam, ya'ni zolim huquqdor. Qiyomat kunsi eng qattiq azoblanadigan odam zolim mansabdor, zolim huquqdorlar qiyomat kuni eng azoblanadi deb angladim deb mush hadisni o'qidi deydi. Shuning bilan bu hadisni o'qiganki deydi, Imom Malik deydi bu gapni. Shu hadisni o'qiganki men kiyimlarimni asta yig'dim deydi. Nim deb kiyimlarimni yig'dim degan gapi? Hadisni o'qiganki buning kallasini chep qin chechirab, mening kiyimlarimga qini chechirab ketmasin deb men Ibn Tavusga olimdan asta o'zimni chekitib kiyimlarni yig'dim deydi. Bu hadisni anglab chuqumli kallasini evitdi deb shunda o'ylagandim deydi. Shundan Abu Ja'far al-Mansur bu zolim xalifa birdam turib o'tgandan keyin yana beshini ko'tarib, "Men nasihat qilgan, menga tabliq qilib bergin" deb shunda dedi deydi. Degandan keyin bu Ibn Tavus Alloh subhanahu va taolaning bu oyatini o'qidi deydi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Alam tara kayfa fa'ala robbuka bi'ad irama zatil imad التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. ترجمة: أي پیغمبر sen ad qavmini boshqa shaharlarda o'qishi yortilmagan igiz bo'yroq iramliklarni va tog' jilg'isda
Quram taşlarını yunub öy salgan Samud qavmini Parvardigoringning qandoq jazolaganligini ko'rmadingmi? Shuningdek qurolliq kuch egisi Fir'avni qandoq jazolaganligini ko'rmadingmi? Ular shaharlarda haddidan eshib, u yerlarda buzg'unchilikni ko'p qilib edi. Parvardigoring ularning ustiga turli azoblarni yog'dirdi. Parvardigoring albatta kuzatib turg'uchidir. Ya'ni mush zolimlarning ishining hammasini kuzatib, hammani bilib turg'uchidir deb mush oyatni o'qidi deydi. Endi bu oyatda Alloh subhanahu va taolo shunda kuchli ot qavmi, shunda hokimiyatda eng kuchli hokimiyat bo'lgan Fir'avni halok qilgan to'g'riliq, ya'ni Alloh sinim halok qiladi zolim bo'lsang degandek mush oyatni o'qibdi. İmam Malik rahmetullah alayhi deydi, o'shani ikkinchi qatim astoyni o'zimni chatkelib, kiyimlarini ikkinchi qatim mushlar kiyimlarini yug'ishtirib ketdim deydi. Qani menga chechirib ketmasin deb mushlar yug'ishtirib ketdim deydi. Shuna bu zolim Mansurini bir oz turib o'tgandan keyin shundoq achchiqlab, shunda bir xil chiroyi ashu qordab mushunda bo'lib ketdi deydi. Bu kitib birdam turib, shuna bu zolim Mansur ibn Tavusga shunda dedi. Hey ibn Tavusa, oldingdagi qog'oz qalamni elib eta dedi deydi. Degankin u Mansur bir narsa yozmoqchi bo'lib qog'oz qalamni elib eta degandan keyin Tavus midirmay jimmit o'ltirib oldi deydi. Degankin u xalifa ikkinchi qatim hey Tavus ibn Tavus qog'oz qalamni elib eta debdi. Yine jimmit o'ltirib olgandan keyin Mansur ochchig'i kelib undan turib ketdi deydi. Turib ketib bu qog'oz qalamni elib et desam elib etsang nima bo'ldi debdi. Men qog'oz qalamni etpasam sen uningga nahaq bir narsa, ya'ni kishilarga zulm qilgan bir narsa yozib qo'ysang, men sening zulmingga sherik bo'lib qolmamdi. Men buni qiyomat kuni qanday o'disdan chiqaman deb mushunda dedi deydi. Bu gapni anglagan Mansur ya Alloh, ajoyib bir xapulab ketdi deydi. Xapulab shunda bir xil titrab, buyun tumulur ko'pab, chiroylari qop-qora qizirib, qordab mushta bo'lib ketdi-yu, lekin ochchig'ini besvelib ikkimizga bo'ldi chiqtinglar deb chiqitish buyruqini berdi deydi. Shuna ikkimiz shunda qopsak, Imom Malik shuna deydi, o'rnimizda Tavus meni qulqumga shu mushni bizni kutib turgan, ya'ni shu qachon chiqadigani shuni kutib turgan deb mana qulqumimiz pichirladi. Men shuningdan tatib Ibn Tavusninki haqiqatan bir katta olim ekanligi, uning o'rni, uning fazlini, uning haq oldida qilcha hech nimadan qo'rqmaydigan mushundoq jur'atlik, shajoatlik olim ekanligini bildim deb Imom Malik Ibn Tavus haqida mushundagi guvoh bo'lgan. Imom Malik deganning 4 mazhabninki Maliki mazhabining peshvosi, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yashagan Madina Munavvardagi eng katta olim deb atalgan, zamonasida birdan-bir deb atalgan olimning mana bu Ibn Tavusga bergan bahasi qarindoshlar. Mana bundoq zolimlar oldida haqni deyish bo'lsa, mana bu haqiqiy bir olim tepildigan sifat. Shu Rasul Akram sallallohu alayhi vasallam deydi, jihodning eng kattasi mush zolimlar oldida haqni deyish. Ammo o'ziga har xil bani sabablarni deb haqni demaslikka yana bani sabab izlash olsa, bu haqiqiy oxiratni o'ylaydigan olimning sifati emas. Oxirat uchun yashaydigan haqiqiy olimda teplish tegishli bo'lgan yana bir sifat bo'lsa, bu olim o'zi uchun yashashsa bo'lmaydi. Biz jamiyatimizda nurg'un yaxshi olimlarni uchirtamiz. Bu noati o'zi taqvo, ilmi mukammal, takamul olimlar. Lekin bularningki jamiyatda, ilm sohasida hech qanday bir roli bo'lmaydi. Ularning kishilarningki diniy ong-saviyasini ko'tarishda, kishilarningki diniy sapasining yuqori bo'lishida, yoshlar o'ttirsida hech qanday bir ta'sir bo'lmaydi, hech qanday bir amgiki bo'lmaydi. Bu olimlar asosiy qatlam xalq bilan birga o'ltirmaydi, ular bilan aralashmaydi, yoshlarning ichiga kirmaydi, yoshlarning nimani o'ylaydiganligi, yoshlarning nima qiyinchilik duch kelayotganligi bu haqda tafakkur qilmaydi. Balki o'zininki shunda bir yashaydigan ma'lum bir doirasi va shu tor doirasidan, shu bikinimichiligidan chiqmay mundaq yashaydi. Unda bo'lgandan keyin bu olimning beshiga hech qanday bir intomi kelmaydi. Hech kim avora qilmaydi. Shu bir necha odamlar va shu yerda mushunday yashaydi. Kishilarning qiyinchiligi, xalqning beshiga kelgan zulm, xalqqa duch kelgan qiyinchilik bularga ancha bak qarab ketmaydi. Bu haqiqiy oxirat olimininki
sifati emas qarindoshlar. Mana bu qo'saq vaqti olimninki sifati. Haqiqiy Robbani olim bunda ish qilmaydi. Haqiqiy olim degan shariat ilmida cho'nqur olim bo'lish bilan birga musulmonlarning g'amini yeydi. Musulmonlar bilan birga yashaydi. Musulmonlarning beshi kelgan zulmni qandoq qilib yo'q qilishga tirishadi. Balki shu zulmni yo'q qilishga o'zi maydonga tushib musulmonlarga boshchilik qiladi. Mana biz bir Aljeriya deb bir davlat bor Afrikada. Mush Aljeriyani Fransiya besavaga vaqtida bu Aljeriyada Abdulhamid ibn Badis deydigan bir olim o'tgan. Hamda bu olim shu Fransiya Aljeriyani besavagandan keyin kishilarni bu tajovuzchilarning tajovuzdan qutulish uchun da'vat qilgan. Da'vat qilgan bu odamning xabari shu chaqdagi Fransiyaning Jazoirdagi harbiy qo'mondoni, shu Jazoirning amaliy boshqarayotgan boshlig'i chaqatib, sen bu davlatga qarshi, Fransiyaga qarshi fikringni tarqitishni to'xtatmaydi ekansan, men askarlarni saqchlarni avatib masjidni taqo'ytaman. Bunda qalaymaqan ideyini taqatma u bu deb tahdid solgan. Men masjidlarni taqab, mengu ovozini chiqmas qilaytaman deb tahdid solgan ekan. Bu olim bu Fransiyaningki harbiy qo'mondoniga nima deb javob bergan bilamsizlar? Sen bizning ovozimizni har qanday qilibmi yo'qotmaysan degandan keyin bu alohida harbiy qo'mondon hayron qilib, men seni nima deb ovozingni to'xtamaydi ekanman degandan keyin sen meni masjiddan evassang, imomlikdan evassang, masjidim taqvassang, men to'yga olsam, shu to'yga kelgan odamlarga ta'lim beraman. O'limga olsam, namozga olsam, shu namozga kelgan odamlarga ta'lim beraman. Agar safar qilsam, men bilan avtobusga chiqqan, poyezdga chiqqan odamlarga ta'lim beraman. Agar turmuqqa kelsam, shu turmudagi jinoyatchilarga ta'lim beraman. Agar sen meni o'ltirsang, mening qinim musulmonlarningki uyg'onishiga sabab bo'ladi. Demak, sen meningki ovozimni mengu jimdir bo'lmaysan. Sen eng yaxshisi islom ummatiga daxli ta'ruz qilma. Sen islom ummatining g'azabidan nazar ayla. Sen islom ummatining uyg'onishidan nazar ayla. Sen ularning diniga, ularning tiliga, ularningki erkinligiga tahdid solma deb mushunda javob bergan. Hamda bu Aljeriya inqilobida musulmonlar mush Fransiyani qo'g'lab chiqarish uchun 1,5 million shahidni taqdim qilgan. Mana mush jarayonda mush olim mushu Aljeriyalikning Fransiyaga qarshi inqilobida birinchi safda minib shu chog'dagi Aljeriya musulmonlarini harakat keltirib, shularga bosh bo'lib, mana eng oxirisida musulmonlarni Fransiyaningki besvelishdan qutqazgan. Mana bu olimlarning roli, mana bu olimlarning vazifasi. Hamda hozir nurg'un kishilar bo'lsa, voy biz anda xo'p ketdik, manda xo'lab ketdik, nurg'un odam ey jinim qarindoshlarimiz, bu erkinlik, bundaq Fransiyalikdek tajovuzchilarning zulmidan shundaq bir qurbonlikni bergan vaqtda, onundan keyin tarixni o'zgartib, onundan keyin erkinlik erishkil bo'ladi. Erkinlik degan sizga bir odam taxsida oldingizga lag'man qo'yib berganda qo'yib turadigan tayya osh emas u. Mushundaq qurbonlikni bergan vaqtida ondan keyin tarixni o'zgartib bo'ladi. Ammo davomliq tinchlik yashashni yaxshi ko'radigan, faqat o'zini o'ylaydigan, ashundaq hech qanday tayini yo'q musulmonlar bir jilg'ada, u oxining bir jilg'ada tiq boshqa planetdan kelgandek nada yo'q gapimni qilib mushunda o'ltirgan. Mana bundoq olimlar hech qanday bir islohot olib bormaydi. Ummatga hech qanday foydasi tegmaydi. Hech qanday bir tarixda o'zgarish qilinmaydi. Mayli islom uchun, mayli islom ummati uchun, hatto o'zi uchunmi hech qanday bir tilga elib, bir tilga og'idak arzigdak bir ish qilinmaydi. Mana bu haqiqiy bir olimda, bir oxirat uchun yashaydigan olimda bo'lish tegishlik sifatlar. Men bu sifatlarni yana bir qatim takrorlab o'tay. Haqiqiy olimda bo'lish tegishlik sifat bo'lsa, bu olimda cho'nqur bir shariat ilmi va mushu shariatga aloqador bilimlar bo'lish kerak. Men bu bilimlarda 6 xil bilimning bo'lishini so'zlab o'tdim qarindoshlar. Bu haqiqiy islom olimida nihoyatda cho'nqur ilm bo'lish kerak. Ana cho'nqur ilm bo'lganda oningdan keyin Alloh subhanahu va taolani
to'nib yetalaydi. alloh subhanahu va taolaning 99 go'zal ism sifatlarini to'nib yetalaydi. allohni to'nigan odamda sharsiz mutlaq allohdan aymanish bo'ladi. allohdan aymanmagan odam chuqum savodsiz, bilim bodisimi noit yuzaki bilim bor odam bo'ladi. chunki bu ilmdan maqsad allohni tonish. allohni tonigan odam agar yuragi har qancha toshdan qattiq bo'lsa-mu, chuqum allohdan aymanadi. mana bu ilmning mevasi. ilm degan shunday narsa. ilm degan haqiqiy ilm chuqum allohdan qo'rqishdan iborat bir mevini beradi qarindoshlar. mana bu birinchi sifat. ya'ni chuqum bunida cho'nqur bir diniy bilim, diniy safa bu bo'lish kerak. ikkinchisi, bu bilimla voz yetishmaydi. chuqum diniy bilim bo'lishdan sirt reallikni, o'zi yashayotgan davrini, atrofidagi siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy ahvollarni, reallikni chuqum yaxshi tushunish kerak. bu ikkinchi sifat. uchinchisi, endi bu ilm bo'pti, reallikni tushunibdi. endi buni bilan birga ilmni, shu haqni yetkazoladigan, shu haqni deyalaydigan jur'at, shijoat, iymon bo'lish kerak. bu uchinchi sifat. to'rtinchisi, bu olimda shu sifatlarning hammasi tepilsa-mu, lekin bularni boshqalarga yetkazmay, xalq bilan aralashmay, asosiy qatlamga tushmay, yoshlar bilan aralashib, ularning qiyinchiligini hal qilmay, unda tugilib yetib olsa, unda o'zining tor doirasida yashab olsa, bu bo'lmaydi. bu olimning sifati xalq bilan aralashib, yaqindan xalq bilan surkishib, xalqning g'amini, fuqarolarning g'amini, kambag'allarning g'amini, yoshlarning g'amini, mushlarning g'amini yeb, mushlarning chiqishini tepib, shuni yetaklab, mushunda mang'alagan olim haqiqiy olim bo'ldi. mana bu to'rt sifat har qanday olimda tepilmasa, bu haqiqiy bir robboniy oxirat uchun yashaydigan olim bo'lgan bo'lmaydi. endi bu haqiqiy olimning bir necha vazifasi bor qarindoshlar. bu haqiqiy olim bo'ldi ekan, bu o'zining vazifasi bor. endi biz bu vazifalar haqida so'zlaymiz. yuqorqi to'rt sifat tepilgan olim bo'lsa, chuqum bu olim o'zining vazifasini ado qiladi. endi bu olim ado qilish tegishli bo'lgan vazifalar qaysilar? birinchisi bu olimning vazifasi ummatning beshiga kun tushgan vaqtida, cho'ng ishlar yuz bergan chog'da, ummat bir qanday qilsalar deb tingriqgan chog'da, bu olim shu ummatningki murojaat qiladigan qo'mondoniga aylanish kerak. bu ummatga bosh bo'lish kerak. bu ummatni tashlab etmaslik kerak. ya'ni mush ummatni yetaklaydigan bir yetakchi bo'lish kerak. musulmon ummati beshiga kun kelganda murojaat qiladigan bir boshpana bo'lish kerak. mana bu olim qiladigan birinchi vazifa. buning bir misol beray sizlarga. Hijriya 698-yili Mo'ng'ullar G'azanning qo'mondonligida mushu Suriya tarafga bostirib keldi. Hamda bu G'azan o'z vaqtida men musulmon bo'ldim deb qozi tayinlab, imom tayinlab, mazin tayinlab, nagva shu imom, qozi, mazinlarni birga elib manda mangan. Men musulmon bo'ldim deb, islom ochma deb shu nom bilan islom dunyosini besishga boshlagan. Shu besish jarayonida bu Suriyaga kelib, Halabga kelgan vaqtida, "Voy men Halabni besib olmayman, Halabga jang qilmayman, Halabga besib kirmayman" deb, shu yerda Halab ahliga omonlik bergan. Lekin bu va'dasi tutumay Halabga hujum qilgan. Shuning bilan qattiq qonliq bir maydon jang bo'lib, bu jangda Nasir ibn Qalun degan shu vaqtdagi Halabninki va butun Suriyani so'rayotgan podshoh qochib ketgan. Damashq, shu vaqtdagi Damashqda Damashq butunlay shu Suriya Mo'ng'ullarning qo'liga o'tib ketgan. Endi shu paytda, ya'ni shu chog'da shu Ibn Qalun askarlari, harbiy qo'mondonlari va shu Ibn Qalunning o'zininki shu chog'dagi maosh oldigan mollari hammasi qochib, shaharni tashlab qochib ketdi. Shaharda kim qolib qoldi desa, shu xalq qolib qoldi. Endi shu qolib qolgan xalqning orasida yana bir olim qolib qoldi. U kim u desa, Ibn Taymiya rahmatullohi alayh. Ya'ni o'limdan qo'rqmay, xalqqa boshchi bo'lib, mushu Damashqda qolib qoldi. Qolib qolgandan keyin butun boshliqlarimiz qochib ketgan ekan, xalq Ibn Taymiya rahmatullohi alayni o'zi qo'mondon tiklab, xalq ishni mushu Ibn Taymiya rahmatullohi alayning boshqarishiga topshirdi. O'sha Ibn Taymiya rahmatullohi alayh bir necha odamni boshlab, bu G'azanning qishiga suhbatga bordi. Va G'azanga nihoyat ochiq
noiti o'tkir gaplarni qildi. Sening kofir dadangmi bu o'zining va'dasiga xiloflik qilgan. Sen o'zingni musulmon deb turug'liq va bizga hujum qilmayman deb va'da berib turug'liq, nim deb hujum qilsa deb shunda ig'ir gaplarni qildi. Qanday bu G'azan ibn Taymiya rahmatullohi alayhiga kechirim so'rab, shunda bir yumshoq gapni qilib, mushunda voy kal bir o'zaro suhbat qilaylik, voy kelishaylik deganda, kelishaylik deb qo'ylarni o'ltirib, ko'plarni silib tamoqtatdi-da bu G'azan. Tamoqtatgandan keyin Ibn Taymiya rahmatullohi alayhi tamoqdan bir tishlami yeb qo'ymay o'tadi. Boshqalar o'ziga yeb o'tgandan keyin bu G'azan dedi, sen nima deb yemaysan ekan, sendek basqun bizni besib olgan zolimning tamoqini qanday yegilib bo'lsin? Sening bu bizga bergan tamoqlaring bo'lsa, mush fuqarolardan majburiy olgan tamoq. Bundaq tamoq degandan keyin harom yig'ilmaydi deb demak mushadan aytdi. Ig'ir gaplarni qilib, mushada jonni olqonga qo'yib, oxirsida bu vaqalik uzun, yani shundoq qilib Ibn Taymiya rahmatullohi alayh mushada xalqlarni qo'zg'ab, Mo'ng'ullarning hujumiga qarshi chiqib, musholar necha maydon jang qilib, oxirsida bu Mo'ng'ullarni Damashqdan qo'g'lab chiqargan qarindoshlar. Mana bu olimlar hamma odam bosh kunishganda qechib ketsa, olim qochmaydi. Musulmonning beshi kunishgan chaqda balki musulmonlarga yetakchilik qilib, ularga atidochilik qilib, haqiqiy bir mulluq rolni joriy qildirdi. Mana bu olimning birinchi vazifasi. Ya'ni nima bo'ldi birinchi vazifasi? Musulmonlarning beshi kunishganda, cho'ng ishlar yuz bergan chaqda olim darhol o'rnidan turib, musulmonlarga bosh bo'lib, yetakchi bo'lib, ularni yetaklash kerak. Haqiqiy diniy olimning ikkinchi vazifasi bo'lsa, bu dinni, bu haqni mayli kambag'al bo'lsin, mayli boy bo'lsin, mayli puxra bo'lsin, mayli cho'ng amaldor bo'lsin, hammasiga o'xshash yetkazish. O'zidan cho'ng amaldorni, sal boylarni ko'rsa, yumshoqlik qilib, ularningki havoyi havaslariga moyil bo'lib, bunda qilishga bo'lmaydi. Biz bu olim haqni ularga anglatmasa, haqni ularga kim anglatadi? Bu diniy da'vatchilikda bu dinning ovozi shularga yetmasa, bu dinningki da'vati bu boylarga, bu boshliqlarga, bu amaldorlarga, mush olim orqali yetmasa, qanday yetadi? Shuning uchun mana bu olim bu diniy da'vatning o'qiyasini shu odamlarga atmasa, nima uchun o'qiydi? Nima uchun da'vat qildim deb yuradi qarindoshlar? Shuning uchun olimning vazifasi o'xshash da'vat qilish, puxrog'im qilish, boyg'im qilish, xalqim qilish, huquqdorlig'im qilish. Bu da'vatda ayrimchilik qilmaslik, farqatmaslik, xushamad qilmaslik. Mana bu olimning ikkinchi vazifasi. Islom tarixida mushu 4 mazhablar, ya'ni Imom Abu Hanifa, Imom Shafi'i, Imom Malik, Imom Ahmad Hanbal rahmatullohi alayh yashagan davrida Sufyan as-Savri degan katta olim o'tgan. Ba'zi olimlar deydi bu Sufyan as-Savri hatto Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhidan mulliti, lekin bu odamning bir lam yeri mush talib tarbiyalamagan. Shuning uchun mushu ilmni nashr qilmagan bo'lmasa Abu Hanifa rahmatullohi alayhidan mulliti deydi. Mushu zot bir kunsi mushu biz yuqori tilg'agan Abu Ja'far al-Mansur deydigan zolim xalifani qashiga kirdi. Kirib Mansurdan o'ltirgandan keyin bu zolim xalifa sening nima ehtiyojing bor? Talab qilgan narsani talab qil debdi. Sufyan as-Savri Allohdan qo'rqqin. Sen bu davlatni zulm bilan to'shqizibdi. Bu zulm nayt umumlashib ketdi. Allohdan qo'rqqin debdi. Mansur shundoq beshini past qilib o'ltirdi. Ondaki yeni beshini ko'tarib, "Voy sening o'zingning shaxsiy nima ehtiyojing bor? Pulmi, malmi, yami, uymi, huquqmi, nima lozim shuni so'ra" debdi. Sening mushu taxtida o'ltirishingga o'z vaqtidagi ansorlarning va muhojirlarningki qilchi sabab bo'lgan. Shular jihad qilib, shular kuch chiqarib, sen bu taxtda hozir o'ltiryapsan. Ammo shularning ballari bo'lsa hozir Madinada, Makkada ochliqdan o'lyotidi. Allohdan qo'rqib, sen ularningki huquqini, ya'ni fuqarolarning haqqini, ularningki siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy huquqini ular qaytarib dedi. Shuning bilan yana bu Mansur beshin past qilib o'ltiribdi. Sufyan as-Savri o'rnidan qo'pquncha kaynig'ini qaramay, parvo qilmay tashlab chiqib qoldi. Mana bu olimlar xalqningki shikoyatini, xalqning dardini bu boshliqlarga olim yetkazmasa, kim yetkazdi qarindoshlar? Voy qandoq, voy xalqimiz yaxshi, voy turmushimiz yaxshi, noat yaxshi bo'lib ketdi deb
mushundoq botil nohaq gapni qilib o'tasak, bu qandoqmi diniy olim bo'lsin? Bu yezining kadrlari zulm qilsa, soqchilar nohaq odam tutib so'layotsa, siyosiy ijtimoiy zulmlar bo'lsa, buni nima deb olimlar mush yuqordikilarga yetkazib, xalqning shikoyatini yetkazmasa, xalqning g'amini yemasa, bu olim uchun mas'uliyatini ado qilmaganlik bo'ladi. Endi bu olimningki 3-vazifasi bo'lsa, qarindoshlar, olimning 3-vazifasi o'zi yashayotgan davrdagi boshqa olimlarga va shundoqla yoshlarga va xalq ommasiga, musulmonlarga o'rnak bo'lib yashash. Bundaq deganlik Qur'on hadisda nima bo'lsa, shuningga tafsiliy amal qilish, oyat hadislarga amal qilish, xalqlarga deganni o'zida va oilasida bo'libmi olim o'zining gap so'z, ilm birimda tatbiqlab, o'zi xuddi minib turgan Qur'onga, minib turgan shariatga, tirik bir islomga aylanish kerak. Mushunda bo'lgan vaqtida lekin boshqa olimlar, xalq ommasi, yoshlar bu olimning izidan minib, bu olimni o'ziga o'rnak tutib, mushunda yashaydi. Biz musulmonlar uchun bir o'rnak bo'lish nihoyat muhim. Biz o'rnak bo'lmasa, o'zimizning qanchalik musulmon ekanligini bilmaymiz. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam bo'lsa, sahobalarni o'rnak qilishimizga buyurdi. Alloh subhanahu va taolo bo'lsa, bizni payg'ambarlarni o'rnak qilishimizga buyurdi. Nima dedi? Sizlarga Ibrohim alayhisalomda nihoyat bir go'zal o'rnak bor dedi. Payg'ambar alayhisalomni o'rnak tutinglar dedi. Nima uchun o'rnak tutamiz? Chunki o'rnak bo'lgan chaqda biz o'rnak degan gap, biz o'zimizni ashu o'rnak sahobalarga, o'rnak payg'ambarlarga selishtiramiz. Biz o'zimizni selishtirgan vaqtida o'zimizning qanchalik musulmon ekanligini shu o'rnak selishtirish orqali bilamiz. Agar biz shu payg'ambarlar bilan yaqinlasha olsak, payg'ambarlarga o'xshamasakmi, shu payg'ambarlar mangan yo'lga yaqin manga olsak va sahobalardek yashay olsak, bizning jannat kirishimiz 100% kafolatga erishadi. Agar ularni o'rnak qilmay, o'zimiz xohlagancha musulmon bo'lib, o'zimiz xohlagancha yashasak, bizningki jannat kirishimiz kafolati ega bo'lmaydi qarindoshlar. Chunki Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarning jannat kirdiganligi va sahobalardan rozi bo'lganligini Alloh burun bizga xabar berdi. Radiyallohu anhum va radu an dedi. Alloh o sahobalardan rozi bo'ldi, o sahobalarmi Allohdan chuqum rozi bo'ladi deb Alloh subhanahu va taolo o'zining rozi bo'lganligini bildirdi. Bizmi Allohning rizoligiga erishimizda ekanmiz, chuqum shu sahobalar tutgan yo'lni tutishimiz, shularni o'rnak qilishimiz kerak. Demak, bir musulmonga o'rnak bo'lish nihoyat muhim. Endi mush olimlarimiz o'rnak bo'lmasa, kim bo'ldi bu o'rnakni? Mana ichinishli xiri ba'zi olimlarimiz nachar o'rnak bo'ladi. Bu orqali o'zim halokat bo'ladi. Qiyomat kuni oldi bilan shu olim rasvo bo'ladi. Xuddi Rasul akram sallallohu alayhi vasallam degan ash 3 joylari chiqib qolgan eshakka o'xshatgan. Hatto Qur'oni Karimda mushundoq oxiratni dunyo uchun setayotgan olimlarni Qur'oni Karimda ba'zi yerda eshakka o'xshatsa, ba'zi yerda tili sanglab qolgan itga o'xshatgan. Shuning uchun olimlarimiz amaliy shariatga rioya qilish, o'zi degan gapga amal qilish, xalqning oldida minish orqali musulmonlarga o'rnak bo'lish kerak. Mana bu olimning yana bir vazifasi. Vaqtim bir vaqalikni bayon qilaylik. Yaqinqi zamonda mushu Suriyada turib, ham Suriyani ham Misrga podsho bo'lgan bir zolim podsho bor edi. Uning ismi Ibrohim Pasha deb. Ibrohim Pasha deb, ya'ni Dadiston miras qolgan podsho bu. Nihoyat zolim edi. Hamda mushu davrida mushu butun Shamningki birdan bir olimi deb sanaladigan Said Halabi degan bir olim bor edi. Bir kunsi bu Said Halabi degan olim masjidda namoz o'qigan odamlarga tabliq qilib turayotgan chog'da bu fojir, bu fosiq, bu zolim pasha masjiddan o'tib qoldida, shayxning yandidan o'tib qoldi. Endi bu Masjid Umaviy deb nomli cho'ng masjid. Shu masjidda dars beryotsa, bu zolim shu masjiddan o'tgach shayxning yandiga o'tdi. Shayx bo'lsa shu taliblarni o'tirib, butun sinib o'tirib dars beryotdi. Shundan bu zolim o'tgandan keyin shayx kar yo'q darsni beryapti, ya'ni butun yig'may o'tirib, butun so'zgan paytda darsni beryapti-da. Bu zolim Ibrohim Pasha bu masalaga aloqador bir voqeani so'zlab o'taylik. O'z vaqtida o'sha Ibrohim Pasha deydigan shu Sham deb qo'yamiz. Hozirgi Suriya, Liviya,
hozir Suriya, Libnon, mush Iordaniya deganlarni Sham hamdi. Mush Shamninki podshosi edi. Bu mush Shamda turib Misrga hukmronlik qilgan nihoyat zolim, fosiq bir podsho edi. Ham shu davrda Suriyada Saiddin Halabi deydigan katta bir taqvo olim o'tgan edi. Bu olim Umaviy masjidida, Suriyadagi eng danglik masjid hozirim bor. Shu danglik masjidda dars o'tib o'tirgan edi. Ya'ni putni so'zib shunda talablar bilan dars so'zlashib, talablar bilan dars o'tib o'ltasa, bu podsho Umaviy masjiddan bir taraf o'tgach ketib boradi. Sham bu olim karim bo'lmay putni so'zgan peti qarabmi qo'ymay dars o'tiyotdi-da. Nima bu fosiq zolim. Uning xushomat qilganlik boshqalarga nisbatan yomon ta'sir urdi. Bizning mash katta olimimiz mushning mashta quvvat qayerda deb kishilar uning o'rnak tutib oladi. Shuning uchun bu o'rnaklik olim qanday qildi? Putini yig'may, o'zining o'ltirgan holatini o'zgartmay, qaromay dars o'tiyadi. Shular bu zolim buni ko'rib qattiq achchiq keldi-da. Achchiq kelib, shuna achchiq kelmasdan o'zini besilib, o'ziningki ordisiga ishxonasiga qaytib borgan ekan, atrofidagi bir necha mashliq mulchaqlar nim degiltagdi. Voy bu ashunda takabbur, mushundoq hurmatsizlik qildi, u qildi, bu qildi deb bu atrofidagi chiqimchi mollalar buni chaqqandan keyin askarlarga buyruq qilib, baqlab akilanglar bu o'g'rini deb, o'sha buyruq qilib sal o'zini to'xtatib oldi. O'yladi bu butun Sham xalqi e'tirof qilgan bu katta olimga chiqilib qo'ysa, bu o'zini beshiga bir balo akildigandan ansirab, buni boshqa yo'l bilan bir joylay deb qanday qilmoqchi bo'ldi. Vezirni chaqirib, sen 1000 tilla oltinni ko'tarib opirib, ash xalq boyada, taliblar boyada Ibrohim Bosha buni sang avatdi deb bergan. Mushunda qilish orqali biz buni joylaymiz. Birinchisi, pulni bersak, qatashgan mushukning yuz tövandab, buningdan keyin adam bo'ladi. Ikkinchisi, biz tarafdan bizning pulimizni olgandan keyin xalqning orasida buning obro'yi tushidi deb mandaq suiqasd qilib, buningga 1000 tilla pulni avat. Shulan bu vezir do'ngoqlab berib, toz masjidda adam jiq taliblar o'ltirgan chog'da ovozlik qilib, bizning hazrati Mavlana poshorimiz Ibrohim Pasha sizga 1000 tilla oltin avatdi debdi. Saiddin Halabi uning bundoq bir mansitmagan, ko'zga ilmagan holatda vezirga qarab, sen bu pulingni shu boshoringga, shu podshoringga qaytirib ber. Podshoringda putini suzib qo'ygan, putini yig'magan bir mulla uningga qo'lni suzib jumaydi deb mushunda radiya qildi. Mana bu o'rnaklik olimlar manda bo'ladi qarindoshlar. Biz Allohning suiqasdiga qarayli. Biz pul bersak xalqning nazaridan tushidi. Pul bersak qitig'ishgan mushung yuzdavanda bizniki bizni anglaydi deb pul beribdi, qanday qildi? Naq maydonda qo'lingdan kes, nimani qilsang qil deb mana o'rnaklik rol o'ynab, o'zin tushmay 1000 tilla oltinni qaytirib etdi. Ularning suiqasdiga tushmadi, ularning xaltisiga tushmadi, ularning suiqasdini amalga oshirmadi qarindoshlar. Payg'ambarlarning varislari bo'lgan haqiqiy bir diniy olimning 4-vazifasi bo'lsa, bu diniy olim o'zining mushu diniy xizmat jarayonida Alloh subhanahu va taolaning kalomini yetkazish, Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning sunnatlarini bayon qilishda erkin, hur, mustaqil bo'lish kerak va mushundaq sharoitni o'ziga hozirlash kerak. Endi biz bu darsimizda haqiqiy diniy olim qandoq bo'ladi? Haqiqiy diniy olimlarning sifatlari nima va haqiqiy diniy olimlarning vazifasi nima degan darsni so'zlab kelib, haqiqiy diniy olimning vazifasining 4-sini so'zildi qarindoshlar. Hozirgisi 4-si. Yana 4-si mush 4-shart tepilmaydi ekan, bu olimda haqni yetkazish degan gap quruq gap qo'ylanadi. Navbatda dunyoda yuz berayotgan islom bilan kufr o'tirisidagi kurashda, musulmonlar bilan kofirlar o'tirisidagi kurashda tajribalar shuni isbotladiki, navoda olimlarimiz mustaqil, erkin, hur bo'lmaydi ekan, bular dinda haq gapni qilolmaydi, haq gapni yetkazolmaydi. Shuning uchun bu sifat diniy olimda chuqum tepilish kerak. Diniy olim mayli siyosiy jihatdan bo'lsin, mayli iqtisodiy jihatdan bo'lsin, har jihatdan mustaqil, hur, erkin bo'lish kerak. Endi biz bu olimningki erkin, hur, mustaqil bo'lish kerak deganimizda, biz bu masalani ommabop qilib esaq, bu olim mush haqni bayon qilgan vaqtida
bu olimning niyat maqsad nishoni butun niyati faqat Alloh rizoligi bo'lish kerak. Ya'ni biz dedik bu olimda cho'nqur diniy bo'limi bo'lish kerak, taqvo bo'lish kerak, u bo'lish kerak, bu bo'lish kerak deb sifatlarni so'zladik. Endi butun Allohning kalomini yetkazib, payg'ambarlarning varislik vazifasini yetkazib, shu payg'ambarlar qilgan da'vatni insonlarga yetkazib, Alloh subhanahu va taolaning amr farmonlarini va cheklimalarini insonlarga bayon qilib bergan vaqtida bu olim faqat niyati xolis 100%, 99% bo'lmaydi. 100% Alloh rizoligi bo'lish kerak. Mana bu olimimizning mustaqil erkin bo'lishi degan so'zimizning ma'ni mazmuni shu qarindoshlar. Har bir olim Allohning hukmini bayon qilgan vaqtida mayli hukumat bo'lsin, mayli shaxs bo'lsin, mayli boy bo'lsin, mayli tuqqanlar bo'lsin, har qandoq Allohdan boshqa bir narsaning hisobini kallaga kirgizib turib Allohning hukmini bayon qiladi ekan, ko'pincha ehtimollarda bu olim haqdan chatnab ketadi. Ya haqni yushirish ahvoli bo'lib qoladi, yoki haqni aynan yetkazishdan iborat olimning bu tubki majburiyati va vazifasi to'liq o'rinlanmaydi. Diniy olim Allohning amr farmonlarini yetkazgan vaqtida mayli shaxs bo'lsin, bu shaxs mayli dushman bo'lsin, do'st bo'lsin, mayli bu hukumat islomiy hukumat bo'lsin, mayli kofir hukumat bo'lsin, mayli yaqin bo'lsin, mayli tuqqan bo'lsin, zodi hech qaysining hisobini kallisdan chiqarib turib, faqat mush hukm zodi Allohni qandoq desam Alloh rozi bo'ladi. Qiyomat kunsi Alloh subhanahu va taolo ey olim, sen vazifangni bu payg'ambarlar ijro qilgan vazifani qandoq ijro qilding, nimani deding deb savol so'rab qolsa, qo'rqmay turib ey Robbim, men shu chaqda faqat sening rizolig'ing uchun men mushunda degandim deyaligidek darajada deyish uchun olimlarimiz iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy har jihatdan erkin bo'lish kerak, hur bo'lish kerak, mush sharoitni o'ziga hozirlash kerak. Navoda bu olimning geli bir yerga isig'liq bo'lsa, navoda bu olimning buni bir yerdan bog'liqlik bo'lsa, navoda bu olimda dedik bu olim tepilgan sifat haqni bayon qilishda jur'atlik, shajoatlik bo'lish kerak dedik. U jur'at, shajoat bo'lmasa, bu olim haqni aynan yetkazolmaydi. Shuning uchun bu olimning vazifasidan iborat bu 4-chi vazifa ajoyib muhim, ajoyib xatarlik va har bir olimda tepilmas bo'lmaydigan 4-chi vazifa qarindoshlar. Har bir diniy olim mush da'vat xizmatida, mush diniy xizmatda bayon qilishdan iborat, yetkazishdan iborat majburiyatini Qur'oni Karim va hadis sharifning mazmuni bo'yicha aynan hech qanday ikkinchi bir hisobni qilmay, birdan bir Allohning rizoligini hisobini qilib, mening vazifam bo'lsa Alloh subhanahu va taolaning kalomini, Rasulullohning sunnatini aynan hech qanday burmilmasdan, hech qanday bir ta'sirga uchunmasdan bayon qilish bo'lsa, mana bu mening vazifam, mana bu meningki tubki majburiyatim deb turib, oyat hadisning mazmuni bo'yicha yetkazish bo'lsa, mana bu bizningki olimning mustaqil, hur, erkin bo'lishi degan so'zimizda mana mush mazmun maqsad qilindi. Inson mustaqil bo'lish, hur bo'lish, erkin bo'lish bo'lsa, bu islomning asos nishoni. Hatto bu o'lcham har bir musulmonlardan talab qilingan o'lcham. Biz kunda namozda sura Fatihani o'qiymiz. Sura Fatihada iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in deymiz. Ey Alloh, men taat ibodatni faqat sen uchun qilaman. Men sen uchun yashayman. Men senning buyrug'ingga bo'ysunaman degan gapi insoniyatning 1400 yil burun qilgan xalqaroliq bir erkinlik shuari. Ey Alloh, sana itoat qilaman. Sening rizoliging, sening shariating mana shu. Men shuning uchun yashayman. A'budu deganning asli ibodat degan bo'ysunish degan bo'ldi. Mana bu mening maqsadim, nishonim.
sang ibodat, sang taat qilishdir. Va iyyaka nasta'in, ey Alloh, barliq yordamlarni sendan so'rayman degan bo'ldi. Hamda biz butun yordamning Allohdan kelganligini, rizqning Allohdan kelganligini bilsak, Allah subhanahu va taolo onamizning qo'sig'ida 42 kunlik bo'lganda ajlimizni bitayotganligi, rizqimizning bitayotganligiga iymon keltirsak, biz bu dunyoda eng erkin odam bo'lamiz. Biz erkinligimizni qachon ayrilmaymiz desak, bizningki hayotimizni boshqalarning ilkida degan xiyol bo'lib qolsa, bizning rizqimiz palonining sumkasida, palonninki ishxonasida yoki paloni hukumatda yoki paloni boyda deb qolsak, bu Alloh shirik keltirganlik bo'ldi. Mana bu qo'saq bilan jon bizni qul qiladi qarindoshlar. Endi bu erkin bo'lish, ya'ni har bir mu'min musulmonning erkin hur bo'lishi islomning tubki nishonasi. La ilaha illallohning ma'nosi shu. Men Allohdan boshqa hech qanday ikkinchi bir ibodat qilish tegishli kuchni iqrob qilmayman degan bo'ldi. Mana bu islomning erkin hur bo'lishi bu ajoyib bir muhim ish. Bu islomningki mushu insoniyatning erkinligini nishon qilganligini biz eng buyuk kat sahobalardan Rabi ibn al-Amiri radhiyallohu anhuninki o'z vaqtidagi Paris imperiyasining harbiy qo'mondoni Rustumga degan so'zidan tushunib olamiz. Rabi ibn Amir radhiyallohu anhu Rustumga elchilik avatilib o'shaga borgan vaqtida Rustum bulardan so'rgan: "Sizlar nima deb keldinglar bizning diyorimizga?" degan vaqtida biz bandalarning qulchiligidan birdan bir Alloh subhanahu va taolaning bandachiligiga chiqag'ili, mush hayotlikning zulmatidan oxiratning kengirchiligi va islomning nuriga chiqarish uchun keldik degan. Ya'ni bandaning qulchiligidan, ya'ni nima qilishsa insonlarga erkinlik yetkilish uchun keldik degan qarindoshlar. Demak, har bir mu'min musulmon erkin yashash, hur yashash mana bu butun islomning nishoni. Endi bu sifat diniy olimda tepilish farzlarning farziga aylandi. Agar bu olimda mush sifat tepilmaydi ekan, aqindik olmaydi. Endi biz bu olimning erkin hur bo'lishi deganimizda yana bir muhim masala bor qarindoshlar. U bo'lsa-mu, bu olim o'zining havoyi havasidan, moyilligidan, nafsining xohishidan ham erkin bo'lishi kerak. Bu havoyi havas bu ajoyib bir cho'ng dushman. Qur'oni Karimda bu havoyi havasni nurg'un odamlar iloh qilib oladi degan. Ibn Abbas radhiyallohu anhu bo'lsa, zaminda bu havoyi havas ko'pincha kishilar tarafidan ibodat qilinadigan ilohga aylandi degan. Nurg'un olimlarimiz haqni biladi. Ilm ba, bilim ba, lekin mush havoyi havasning kayni kirib, bu havoyi havas bo'lsa shaytonlarning shaytoni, ajoyib yushurun, ajoyib zaharlik bir mikrob bo'lib, bu puhralarni azdirdi, olimlarni azdirdi. Biz mushada har bir olim mush Allohning hukmini bayon qilgan vaqtida hatto havoyi havasidanmi ustun turib, havoyi havasining hisobini faqat qilmay, hatto o'z nafsining hisobini qilmay, faqat Alloh rizoligini maqsad qilib turib, bu diniy da'vatchilikni yetkazish, diniy da'vatni yetkazish, Allohning hukmini yetkazish, payg'ambarlarning vazifasini yetkazish, 124 ming payg'ambarning da'vatini insonlarga yetkazish uchun mana mushundaq bir holat tepilgan vaqtida anandekin bu olim mustaqil erkin hur bo'lgan bo'ladi. Bu shart bak muhim. Shuning uchun har bir olim mayli siyosiy jihatdan bo'lsin, mayli iqtisodiy jihatdan bo'lsin, o'ziga bir erkin so'rinni, erkin sharoitni hozirlashga tirishish kerak. Bu jarayonda bu olimga nurg'un musibatlar yetadi. Mana bu payg'ambarlarga yetgan musibat bu olimga yetadi. Endi musibatning yetishini arzu qilmaymiz, ammo musibat yetmagan olim bo'lsa, o'zini qattiq tekshirsa bo'ladi. Biz payg'ambarlarning da'vatning xarakterini tushundigan bo'lsak, necha payg'ambarlar bo'g'izlangan, turmuga tashlangan, yutudan palangan, qilichlar bilan o'ldirilgan, haqoratlangan. Mana bu bundoq bo'lish bir ilohiy qonuniyat. Shuning uchun balki mush da'vat jarayonida hech qanday musibat yetmagan olim bo'lsa, o'zini tekshirsa bo'ldi. Qanday chog'da
olimga musibat yetmaydi desa, din dushmanlari uningdan rozi bo'lgan vaqtida uningga musibat yetmaydi. Din dushmanlari uningdan rozi bo'lgan vaqtida olimda faqat iymon qolmaydi. Shuning uchun qarindoshlar, har bir olim iqtisodiy siyosiy jihatdan mustaqil bo'lishi, erkin bo'lishi va havoyi havasdan ham erkin bo'lishi mana bu diniy olimning 4-chi vazifasi. Xo'sh, biz yuqorida haqiqiy oxirat uchun yashaydigan olimlarning vazifasini va ularning sifatlarini bayon qildik. Biz mushu ommabop o'lcham orqali haqiqiy olimlarimizni tunib yetsak bo'ldi qarindoshlar. Hamda musulmon yoshlari mushundoq olimlarni tunib yetgandan keyin shu olimlarga nisbatan qanday majburiyatni ado qilish kerak? Hamda biz dedik, bu haqiqatchi olimlar bo'lsa, birinchi bo'lib cho'nqur diniy bilimga ega bo'lgan, Qur'on hadis bilimlarini atrofliq itrof qilingan olimlardan egallagan va bu egallagan bilimi shu olimda taqvolikdan iborat bir esil sifatni keltirib chiqargan. Bu olim bo'lsa o'zining ilmiga gap so'zlari bilan, kishilar bilan bo'lgan aloqasi bilan aynan ifodalagan, o'zining bilimiga amal qilgan olim, mana bu haqiqiy olim dedik. Mushu olimlarga qarta musulmon yoshlarning majburiyati nima? Biz dedik, bu olimning o'rni nadin keldi qarindoshlar? Olimning haq hurmati dinning hurmatidan keladi. Olim bo'lsa payg'ambarlarning varislari, ummatning mash'allari, dinning homiylari, shariatning qo'g'dug'uchilari dedik. Biz musulmonlar dinni yaxshi ko'rganlikdan olimlarni yaxshi ko'ramiz. Dinni hurmatlaganlikdan olimlarni hurmatlaymiz. Olim o'zining kuchini qachon ko'rsatiladi degan vaqtida shu yoshlarimiz olim bilan birga bo'lsa, atrofiga o'lasa, shu olimni qo'llasa, bu olim o'zining rolini texmo gavdalik ifodalaydi. islom islohotchiligini va islom xizmatini texmi yaxshi qila oladi. Agar biz yoshlarimiz bu olimni qo'llamasak, atrofiga o'lashmasak, bu olim uchun ha-hu deyishmasak, bu olim yolg'iz qandoqmi qila oladi qarindoshlar? Navoda Abu Bakr, Umar radhiyallohu anhudak ashundaq katta sahobalarimiz Rasulullohning atrofiga o'lashmagan bo'lsa, pullari bilan, jonlari bilan Rasulullohni qo'llamagan bo'lsa, bu ikki zot Abu Bakr radhiyallohu anhu bilan Umar radhiyallohu anhu degan mush ikki zot islom tarixidan mushundaq katta o'ringa erishadigan bo'lamiz qarindoshlar. Bularning kimligini sizlar bilan biz hargizmi bilmaydik agar shu Rasulullohning atrofiga o'lishib o'ziga shu shon sharafni keltirmagan bo'lsa. Mana bu Rasululloh agashganlik Abu Bakr, Umardak, Osmondak, Alidak mushundaq Hamza radhiyallohu anhudak sahobalarga shon sharaf berdi. Shuning uchun biz yoshlarimiz mush haqiqiy oxirat uchun yashaydigan olimlar bo'lsa, u olimlarning shaxsiyati uchun emas, u olimlarningki qo'sug'idagi bilim uchun, shu olimlarning din uchun qilayotgan xizmat uchun, shu olimlarningki dinga bo'lgan muhabbat uchun biz olimlarni qadrlaymiz, hurmatlaymiz va shunda qilishimiz kerak. Shunda qilish bizning yoshlarimizning majburiyati. Chunki bu olimlar bo'lsa, musulmonlar orasida ilmni yayidi, dinni nashr qiladi, hidoyatni kishilarga ko'z tupuradi. Alloh bilan mu'min musulmonlar o'rtasida vositachilik rol o'ynaydi. Biz mushundaq olimlarni qo'llash mana bu yoshlarningki birinchi majburiyati. Hamda olim deganimiz bu bir inson. Bumi xatolik o'tkazdi qarindoshlar. Shuning uchun olim xatolik o'tkazsa, shu olimning xatoligini axloqqa, adabga rioya qilib ko'rsatib qo'ysak bo'ladi. Bu olimning xatoligini ko'rsatib qo'yganlik u olimningki obro'yini yuzini tushirganlik emas. Faqat payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan boshqa hamma insonlar xatolashadi. Shuning uchun biz sahobalarning xatolashganligini va sahobalarning o'zaro da'dalash qilganligini biz ko'ramiz qarindoshlar. Shuning uchun ulamolarimiz bu masalada faloning sahobi gipi bak to'g'ri, faloni sahobining gipi hadis oyatga bak uyg'un deb ulamolarningki ba'zi sahobalarning so'zidan ba'zi sahobalarning so'zini kuchlantirganligini ko'ramiz. Chunki biz islomni, haqni, olimlarni o'lcham qilib turib tunamadik. Balki olimlarimizni shu haqiqat ichidan tunidik. Haqiqat maydonida haqiqiy olimlar oshkorlandi. Ammo biz haqiqat faloni inson bilan bo'ldi desak, inson azda qarindoshlar.
Shuning uchun biz olimlarimiz ezib ketsa chiroyli nasihat qilishimiz, ammo shunchular yaxshilikni qilib, islom uchun xizmat qilib, azroq ezib yoki azroq xatolasa, bu olimni butunlay yo'q chiqarish bu insofsizlik bo'ladi. Agar mushundaq qilsak, bizning islom ummatimiz hech qanday egisiz, hech qanday boshsiz, hech qanday bir qo'mondonsiz qilib qoldi. Chunki inson degan xatolashadi. Yoshlarimizningki haqiqiy olimlarga nisbatan ikkinchi majburiyati bo'lsa, shu olimlarni himoya qilish. Bu olimlarni himoya qilish bo'lsa, yoshlarimizning majburiyati bo'lishi kerak. Hech qanday bir insonlarning bu olimlarning keynidan gap tepishiga, olimlarning g'ayvetini qilishga, olimlarning o'rnini xunuflashtirishga rozi bo'lmasligimiz, ruxsat qilmasligimiz kerak. Nurg'un yoshlarimiz bo'lsa, bu olim bo'lsa haqiqatni so'zlamaydi, bu olim bo'lsa pustoni, bu olim bo'lsa ikkiyuzli munofiq, u bu deb shundoq olimlarning keynidan gap tepib, olimlarning obrazini islom dunyosida xunuflashtirib, shundoq qilsa, biz buningga yo'l qo'ymasligimiz kerak qarindoshlar. Nima uchun yo'l qo'ymaymiz? Chunki birinchisi, har qanday bir musulmon yana bir musulmonning obro'yini, izzatini, hurmatini qo'g'disa, bu musulmon uchun do'zax o'ti harom bo'ladi. Bu haqda Rasul akram sallallohu alayhi va sallam shunday deydi: "Man zabba an 'irdi akhihi al-muslim fi ghaybatihi aw bil ghayba kana haqqan 'ala Alloh azza wa jalla ay yu'tiqahu minan nar." Yani Asma anamızdan naql qilgan hadis sharifda Rasul akram sallallohu alayhi va sallam shunday degan: kimiki o'zining bir musulmon qarindishining inovat obro'yini g'aybatdan qo'g'dab qolsa deydi. Ya'ni yoki o'zi g'aybatini qilmasa, yoki boshqalar g'aybatini qilsa, g'aybatini qilma deb bir musulmon qarindishining inovatini, obro'yini qo'g'dab qolsa, Alloh subhanahu va taolaning shu insonni do'zaxdan ozod qilishi Allohga vojib bo'lib ketdi deydi. Ya'ni bir musulmon yana bir musulmonning obro'yini qo'g'dasa, shu bir odam g'aybat qilsa, g'aybat qildimisa, o'zim g'aybat qilmay shu musulmonning obro'yini saqlasa, Allohning bu kishini do'zaxdan xalos qilishi Allohga vojib bo'lib ketdi deydi. Mana bu musulmonning obro'yini qo'g'dash bo'lsa, mushundoq bir katta ish qarindoshlar. Yana bir hadis sharifda Rasul akram sallallohu alayhi va sallam shunday degan, Imom Ahmad va Abu Dawud naqlgan hadis sharifda: "Va man qala fi mu'minin ma laysa fihi askanahu Allahu radghatal khibal hatta yakhruja mimma qala." Rasul akram sallallohu alayhi vasallam shunday deydi: kimki bir musulmonda yo'q bir gapni deb tuhmat qilsa, Alloh subhanahu va taolo bu odamni radghatul khibal degan bir joyda qiladi deydi. Ya'ni radghatul khibal degan joyda bu odamga o'rin hozirlaydi. Ash degan gapidan qilgan tuhmatidan qutulg'ichilik mushunda qiladi dedi. Endi bu radghatul khibal degan gap, ya'ni mush do'zax ahlininki o'tdan kvop bo'lib oqqan suyi, mushu yig'ilib qoldigan bir ko'ldak, ya'ni do'zax ahlidan chiqqan, mush o'tdan kvop bo'lib chiqqan suyi yig'ilib qoldigan bir yerga mushaga o'rin hozirlab qo'ydi deydi qarindoshlar. O'ylab baqaray. Shuning uchun bir musulmonning g'aybatini qilish bundoq yomon bo'lsa, bir olimning g'aybatini qilish buningdan nechasi yomon. Chunki olimning obrazi tushish bilan kishilarning diniga bo'lgan tushanchisida bir xil qalaymonqanchilik, bir xil tushkunlashish, bir xil dinga bo'lgan shakllanish paydo bo'ladi. Shuning uchun yoshlarimizninki mush olimlarni inovatini, obro'yini qo'g'dash majburiyati bor. Yoshlarimizning olimlarga bo'lgan 3-chi majburiyati bo'lsa, mush olimlarning atrofiga olishish, olimlar bilan ko'p aralashish, olimlardan yaqin turish. Shu orqali o'zining dinini o'rganish, shu olimlarning bilimini o'rganish. Biz o'ylab baqili qarindoshlar, Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning sahobalari Rasulullohdan faqat tabliğini anglab, darsini anglablam din o'rganganmi? Undaq emas. Rasulullohninki ig'iz bilan din o'rgatishi 20-30% bo'lsa, mush amaliy turmushda Rasululloh o'zi Qur'on bo'lib, o'zi dinni amallash orqali sahobalar Rasululloh bilan kech kunduz mayli safarda bo'lsin, mayli shu shaharlarda bo'lsin, mayli kechisi bo'lsin, mayli kunduzi bo'lsin, mayli bozorda bo'lsin, mayli masjidda bo'lsin, mayli urushda bo'lsin, mayli tinch vaqtda bo'lsin, Rasululloh bilan yaqin turib atrofidan ayrilmay, mushundoq qilib dinni ta'lim olgan.
bu dinni anglab qo'yish, tabliğlarni anglab qo'yish bo'lsa, hammasi bir nazariya bilimi, ammo olimlarning atrofiga olishib, bularning turmushini tushunib, bularningki qilgan atkanlardan mushunda o'ginib, mushunda olimlarning atrofiga yaqin turish bo'lsa, yoshlarimizning majburiyati qarindoshlar. İmam Ahmed'dan bir radiyallahu anhu bir sorunda oltusa deydi İbn Cevzi rahmetullahi aleyh. Oz deganda 5000 odam o'tiradi atrofida deydi. U zamonda odamlarning nupsi oz, qatnash qurollar degan shu ot eshakdan boshqa narsa yo'q. Shu davrda qarindoshlar bir mikrofoon yo'q, laba yo'q. Shu davrda Imom Ahmeddan bir radiyallahu anhu shundoq bir darsda oltasa, oz deganda 5000 odam atrofiga o'lishadi deydi. Mush Aziz ibn Abdussalam deb o'limalarning sultoni deb atalgan bir olim bor. Bu olim o'z vaqtida Misrga yashab, shu Misrning hokimlari bu Aziz ibn Abdussalamni Misrdan pog'lab qo'g'lab chiqarib atgan. Sen bu shahardan chiqat deb chiqarib atgan vaqtida Aziz ibn Abdussalam Misrdan chiqqan vaqtida butun Misr xalqi keyindan agishib chiqatgan. Agar bu olim chiqatgan shaharda biz yashab nima qilamiz? Olim nega o'z shu yerimiz deb chiqqan. Shuning bilan bu hokimninki yaloqchilari voy mushundaq Misrning fuqarolari mushundaq ko'pinchisi bu olama agishmanda xalq chiqatsa bu Misrni bu sen kim hukmronlik qilsa degankin bu hokim Aziz ibn Abdussalamga yalvorib kechirim so'rab shaharga qaytarib o'tgan. Mana bu o'z vaqtidagi musulmonlarning o'z olimlariga bo'lgan ixlosimiz shu qarindoshlar. Biz zodi haqiqatchi olimni topib ekanmiz, buning atrofiga mushundaq o'lashqa vaqtida oningdan keyin dinning obro'yi, islomning obro'yi bo'ladi qarindoshlar. Uning aksicha biz yolg'onchi, saxtpaz dinini dunyo uchun setayotgan olimlarning atrofiga o'lasak, Allohning la'natiga uchraymiz. Agar haqiqatchi olimlarni tashvatsak, biz dinni tashvatgan bilan o'xshash gunoh bo'lsa, biz yolg'onchi saxtpaz olimlarning atrofiga o'lasak, Allohning la'natiga uchraymiz. Mana bu yana bir darsimizda bayon qilgan darsimizning temasi shu. Dinni satgan o'limalar qanday bo'ladi? Bularning sifati qanday? Buni keyingi darsda so'zlaymiz. Allohumma salli va sallim va barik ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in. Alloh subhanahu va taolo mushtarisini anglagan va bu darsni anglab amal qilgan, bu darslarni tarqatgan barliq qarindoshlarga o'zining rahmatini yog'dirsin va shundaqla biz haqiqiy o'limoningki atrofiga agishib, ularga hamdamda bo'lib, ularni qo'llab, ularni kofirning xurlishi qo'yib bermay, agar kofirlarda xurilib jafo tatgan bo'lsa, o'zining atrofidagi musulmonlardan illiqlik, vafodorlikni tepib, shu olimlarning haqiqatni yetkazish xizmatida g'alaba qilish uchun hammamiz bir etakdan, bir yangdan bosh chiqarib, dinimizning shon sharaf uchun xizmat qilg'ili nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.